Qahramon marshida Sharqiy Turkiston tonishtirildi. Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati ayollar bo'limidan Ishbargul Qahramon marshi Ilbiston nahiyasi Shahid Abdulla Imom Xotib o'rta maktabida Sharqiy Turkistonda nima ishlar bo'layotidi temasida so'z qilib, Sharqiy Turkistondagi Xitoyning bostirish siyosatlarini tonishtirdi. Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyati davomlashmoqda. Umid ovozi radiosi bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Bosniyaning sobiq Serb armiya qo'mondoni Mladichga insoniyatga qarshi jinoyati sababli Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tarafidan urush jinoyati bilan ayblanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligi. Biroq Xitoydagi insoniyatga qarshi jinoyatning davom qilayotganligini tilga olgan. Xitoyning yaqinqi bostirishlarida 60 ming Sharqiy Turkistonlik turmaga qamalgan. Xitoy yaqinda 90 kun qattiq ishlash chaqiriqi bilan Uyg'urlarning kundalik turmushiga va xotirjam yashashiga buzg'unchilik qilgan. Sharqiy Turkistonlik bir qism ammo muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, Sharqiy Turkistondagi kishilarning turmushida xotirjamlik yo'qolib, 1960-yillardagi atalmış madaniyat zo'r inqilobiy davriga qaytdik degan. Xabarda yana Xitoyning bu qitimqi bostirishlari texmi ig'irlashgan bo'lib, Sharqiy Turkiston bo'yicha 60 ming kishining turma yoki tarbiyalash o'rniga qamalganligi. Faqat Xotanning Qarqash nahiyasida 20 ming kishining tutqun qilinganligi bildirilgan. Suriyalik o'qituvchilar Saudiya Arabistonda yig'in chaqirdi. Saudiya Arabistonning poytaxti Riyodda yig'in chaqirgan suriyalik o'qituvchilar Suriya o'tkinchi davrining Bashar Asad hokimiyatdan ayrilmay turib, oxirlashmaydiganligini bildirdi. Xulosa dokladida yana yig'in ishtirokchilarining Suriya zaminlarining birligi, putunligi, bexatarligi va orzu qilingan davlat shaklidan voz kechmaydiganligini bildirgan. NATO izchil holda siber hujumiga uchrab kelmoqda. NATO siber turlari har oyda taxminan 500 qitim hujumga uchirmoqda degan. Ammo Sijit hujumning manbasi to'g'riliq ma'lumot bermagan. NATO uchur aloqa agentligi mudiri Kevin Sijit Belgiyaning poytaxti Bryusselda chaqirilgan 2017 Yevropa mudofaa agentligi yig'inida NATOning siber mudofaa sohasidagi faoliyatlari to'g'riliq ma'lumot bergan.